yangi deraza rom qo'ysangiz, mana shu narsasini sразу ko'chirib olib tashlang, bo'lmasam yopishib qolsa, keyin ko'chirib olish rosa qiyin bo'ladi. Bunaqa butun chiqib kelmaydi-da. Bilganlar like bosib qo'yinglar, bilmaganlar ham bor. Chunki men boshida bilmagan edim-da. Tomini yopguncha 19,5 ming ketdi deb aytgan uyimizni. Deraza romchani raqamini videoning tagida qoldirib ketaman. Bugun mana bu uy haqida gaplashamiz. Mana shu uyni boshlaganimizda uy egasini 19 ming 20 mingcha pullari bor edi. Biz uni tomini yopguncha ishlatib tashladik. Lekin mana ko'rib turganingizdek, ancha ishi yana davom etgan. Shuncha pullar qayerdan oz bu yog'iga yana. Elektrika, santexnika, to'pli pollari, xullas, deraza romlari, zinasi, xullas yana ancha ishi bitib qoldi. Hozircha asosan ichkariga ko'proq urg'u beramiz, chunki tezroq bu yoqqa ko'chib kirishlari kerak bo'lgani uchun. Sizlarga ham aytmoqchi bo'layotgan maslahatim, yer qilishinglar bilan sразу arxitektorga borib, imkon qadar ekonomroq plan chizish harakatini qilinglar deb maslahat berardim. Boshqaman sanuzilini bunaqa yechim qilib ketganmiz. Zinani tegiga qilganimiz uchun sal bo'yi balandroq bo'lish uchun 15 sm pastga 15 sm pastga qilib qo'yilgan oshxonasi. Plan qilishni o'ziga ham ancha vaqt ketib qoladi, keyin uni sizga bir pasda xulosalarini ham chiqarib beravermaydi. Arxitektor hovlisidamiz. Unga ham ancha vaqt ketadi. Shuning uchun pulingiz kamroq bo'lsa, navrot tezroq boshlashingiz kerak bo'ladi. Qolgan fikr, maslahat, mulohazalarni kommentariyada yana gaplashib ketaveramiz. Xudo xolasa savol bilan, sochi necha razmer bo'lsa yaxshi, qanaqa planda qilsam arzon chiqadi, qolgan hammasini kommentariyada savol bilan murojaat qilsanglar ham yozib boraveramiz. Biz uchun like, kommentlash va podpiskalar biz uchun motivatsiya bo'ladi.